Poytaxtimizda stomatologlarning 2-xalqaro mahorat maktabi o'tkazildi. U kompleks okklyuziya, nazariya va amaliyot mavzuiga bag'ishlandi. Tadbirda Germaniya, Rossiya hamda Ukrainalik shifokor stomatologlarning turli mavzulardagi ma'ruzalari tinglandi. Tadbirda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, okklyuziya bu yuqori va pastki jag' tishlarning o'zaro bog'liqligi hisoblanadi. Ularni davolash vaqtidagi har qanday e'tiborsizlik statik va dinamik oklyuziyani o'zgartirib yuboradi. Hattoki eng kichik buzilish ham turli xildagi disfunksiyalarga olib kelishi mumkin. Natijada bosh, quloq va chakka pastki jag' bo'g'imlarining og'rishi, yutinishga qiynalish hamda yorug'likka nisbatan sezuvchanlikning ortishi kabi holatlar kuzatiladi. Mavzuning dolzarbligini inobatga olib, seminar ishtirokchilariga bu borada xorijiy tajribani o'rganish, mutaxassislar bilan ham nazariy, ham amaliy mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyati berildi. Bilamizki, stomatologiya bu juda nozik soha. Shifokordan o'z ishini go'zal va benuqson bajarish talab qilinadi. Buning uchun har bir jihatni e'tiborga olish lozim. Xususan, oklyuziyada bemorning yuz tuzilishi, mushaklarining harakatiga e'tibor qaratiladi. Bu esa bemorning uzoq vaqt qulay va sog'lom hayot kechirishiga imkon yaratadi. Birinchi xalqaro mahorat maktabini yuqori saviyada o'tkazgan edik. Mavzuning dolzarbligini inobatga oladigan bo'lsak, ikkinchisi ham undan qolishmaydi deb umid qilaman. Okklyuziyaning funksional buzilishini aniqlash va uni bartaraf etish barcha turdagi stomatologik ishlarning muhim bosqichi hisoblanadi. Mamlakatimiz o'quv dasturlarida hozirgi kunda negadir mazkur mavzuga yetarlicha e'tibor qaratilmadi. Natijada esa tish shifokorlarida amaliy ko'nikmalarning yetishmasligi holatlari kuzatildi. Bilasizmi nima? Bizning tishlarimiz go'yoki bir oila. Agar ularda o'zaro bog'liqlik to'g'ri bo'lsa, ular bizga ko'p vaqt xizmat qiladi. Yoki aksincha, biz tishlardan faqat iste'mol vaqtida foydalanmaymiz. Ular bizni kuchli stressdan ham himoya qiladi. Stress alomatlarini sezganimizda biz beixtiyor tishlarimizni mahkam siqib olamiz. Stomatologlarning vazifasi tishlarni davolash bilan birga ular orasida balansni ta'minlashdan iborat. Tadbir davomida ishtirokchilar okklyuziya va uning turlari, ortodontiyadan tortib, qayta tiklash va protezlashgacha kabi mavzulardagi ma'ruzalarni tinglashdi. Nazariy darslardan so'ng amaliy mashg'ulotlar o'tkazish ham rejalashtirilgan.